Va nihoyat men kutgan xabar. Mening sevimli Arda Gullarim El Clasico'da asosiy tarkibda. Arda bunga loyiq edi. Ayni damda o'zining eng zo'r formasida. Bunga oxirgi 3 ta o'yin isbot. Hetafiga qarshi goli va Clasico sheriklari pas bermaganini video qildik. Endi navbat Celtaga qarshi o'yinga. Как зовут? Arda Güler. Celtaga qarshi uchrashuvda Arda Mbappe bilan 807 ball yig'ib, uchrashuvning eng yaxshi o'yinchilari bo'lishdi. Guller bitta gol urdi, bitta assist amalga oshirdi va meni hayratga solgan joyi esa o'yin davomida 62 ta to'p uzatish va 62 tasi ham manzilga aniq bordi. Demak, 100% aniq to'p uzatmalar. Ulardan 3 tasi kalitli. Endi gol. Burchakda to'pni o'z o'yiniga kiritdi. Sherigi bilan almashuvdan keyin ichkariroqga kirib oldi. Endi mana Celtaning o'yinchisi bilan suhbati. Abi, menga bitta cappuccino. Xo'p, shakari qanaqa bo'lsin? Shirinroq bo'lsin. Bo'ldi, men hozir tayyorlab kelaman. Endi taxminan tepdi. Darrov o'xshab qoldi o'tganlar uchun. 1. Arda boshini ko'tarib derazaga qarayapti. 2. Tayanch oyog'ini joylashuviga e'tibor bering. Mustahkam va pritsel bo'lib turibdi. Ular shunchaki tasodif harakatlar emas. Qolganini Ardaning chap oyog'iga qo'yib beramiz. To'p aylanib borib derazaning 9-ligiga joylashdi. Guller shubhasiz ikki eng iste'dodli va iqtidorli yosh o'yinchilardan biridir. Birinchisi Yamal bo'lsa, ikkinchisi Ardadir. Ichida vulqon qaynamoqda. Shuni talant ko'rsatishga imkon kam berilyapti. Unga o'yin amaliyoti kerak. Bu vulqonni otilib chiqishiga yo'l qo'yib beringlar. Bu baharda gidilmez ya. Bu ma'rada men mushallashib qolaman.